To'g'ri, o'zingga savol berchi bir vijdoning bilan. Senlar to'g'risan, shuncha odam noto'g'rimi? Sen o'qigan kitoblar to'g'ri-yu, sen ko'rgan o'sha bir yerdan kelgan yosh domlang haqni biladi, hamma biladi-yu. Bu necha yildan beri domlar qilayotgan, necha yildan kitob ko'rayotgan odamlar, necha yildan beri mazhab turgan odamlar, hech narsa bilmaydigan gumroh go'lmi? Bir insof bilan o'zingga savol berchi. Yana bir gapirgim keldi. Bularni yana gapiga hayron qolasanki, boyaga eshakni xongrashiga o'xshab eshakni qilayotgan eshakliklarga gapiraman-da. Bu domlalar hammasi davlatning domlalari. Hukumat ishlaydigan odamlar. Bular musulmon emas, bular kofir, bular ixtido qilib bo'lmaydi deb da'vo qilishyapti. Tushunyapsizlar? Bugungi kunda Qirg'izistonda ham alhamdulillah diniy erkinlik bor-da. Erkin gapiramiz. Shu vaqtdagi bizni kofir desa, SSR vaqtdagi domlalar erta kunda kofir bo'lib qoladi, to'g'rimi? Bular fikr bo'yicha. Yana buni montaj qilmagan haromdan bo'lgan. Mana dedi. Seni fikring bo'yicha o'sha vaqtdagi domlalar erta kunda kofir. Kofirni orqasi namoz o'qib bo'lmasa, kofir duosi o'tmasa, kofir masalasi masala bo'lmasa, kofir nikohi nikoh bo'lmasa, seni dadang bilan enangni kim nikohlagan? O'sha sen aytgan kofir domni nikohlagan. Nikohi sahih bo'lmagan bo'lsa, sen haromdan bo'lganmisan? Yo haloldan bo'lganmisan? Endi tushundingmi eshak? Bilib bilmasdan xongrayotganingni? O'zing haromdan bo'lganligingga hujjat qilyapsan. O'zingni otang bilan enang benikoh yashagan, noshariy harom hayot kechirganingni da'vosini qilyapsan, domlalarni kofirga chiqarish bilan. O'ylab gapirasan bu gapni. Yetdimi, yetmadimi? Haqiqiy eshak ekanmi? Xongrasa xongradim deb bilib bilmasdan xongrar ekanmi? Sen nimaga xongrayotganingni tushun. Gapirayotgan domlaning gapi oxiri qayga borib to'xtashini bir bilgin oldin. Zarbasi qayga borarkan, aylanib o'zingga keladi. O'zing aytayotgan gap o'zingni boshingda sinadi birinchi bor. Xalifa yo'q zamonda yashagan odamlar kofir bo'lib o'ladi deb da'vo qiladi bular. Xalifalik va oxiri Hazrat Alida tugadi. Hazrat Hasan Husanlarni ham xo'p deylik, Muaviya raziyallohni ham xo'p deylik. Xalifalar tugadi. Buni bu yoqda yashayotgan hammasi bexalifa yashagan bo'lsa, bular hammasi kofir bo'lib o'layotgan bo'lsa, senga masala aytayotgan domlang ertaga o'lsa, bexalifa davrda o'layapti, musulmon bo'lib o'ladimi? Sen ham o'lasan, musulmon bo'lib o'lasanmi?